Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun bitta chiroyli obyektni obzor qilib ko'rsatamiz. Maksimal do'stlarga yuborib qo'ying, chunki narx juda ham zo'r narxda. Olmazor City'da joylashgan sredniy remont to'rxona uyimizda 100 kvadratli xonadonni bitta tiniq obzor qilib beraman. Ko'rib do'stlarga maksimal yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Etaji 11, 12 etajli dom. Kirish xotimizda bu yoqda 100 kvadrat to'rxona razini. Bu yoqda prochka qilingan, bemalol yopib qo'ysangiz bo'ladi. Sanuzorimiz ikkita. Xo'p, bu yerda birinchi sanuzorimiz joylashgan, koridorlar to'g'risida juda ham keng ishlar qilingan. Balkoni ikkita. Zalimiz ham anchagina katta. Mana shu ko'rgan holatda hamma narsa qoladi. Konditsioner, televizor, xolodilnik, hamma narsa bor. Bu oshxonamiz, oshxonani ko'ryapsizlar. Bu joyimizda bitta plyus tomoni, bitta minus tomoni bor. Ba'zi bir odamlar elektroplita bo'lmaydi deyshadi. Bu yerda elektroplita, lekin juda ham yaxshi, gaz emas, elektroplita qilingan bu yerda. Shuning uchun narxi ham juda ham zo'r narxda sotilyapti, 100 kvadrat. Olmazor City'da ikki xona uyingiz ham bilasiz, anchagina qimmat. Bu ikkinchi sanuzorimiz bo'ladi. Hop, bu spalnimiz. Spalnini o'ziga bo'lib dush kabinka qilib qo'yishgan, uni olib, polni yopib, boshqacha qilsangiz ham bo'ladi. Xo'p. Bu yog'imiz esa yana bitta detskiy xonamiz. Bu yoqda esa yana bitta такой детский yoki bironta komnata qilib qo'ysangiz bo'ladi. O'tda ham balkonchigi bor. Ikkita balkon 100 kvadrat, 12 etajli domi, 11-etaji Olmazor City'da joylashgan. Narx-navo bo'yicha pastki silkada qoldiraman. Bemalol ko'rib, ma'lumot olib, do'stlarga budjetni yuqori yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' salomat bo'linglar, hammaga rahmat.